Dada, men birisini yaxshi ko'rib qoldim. Pul kerak bo'lsa uddalla degina va tayini yo'q bana sababini topmay. Dada, ams pul yere, menga o'zing chiqa. Ams muhabbatimning gapi kelayli. Qaysi ko'z ko'r qizga, sen bilan muhabbat chotgan. Qo'shnimiz Qodi akamning qizi Pochinay. Yo'q, bo'lmaydi. Nimishqa? Sen kichik. Narim kichik, cho'ng oldim-ku men. Cho'ngma kichikma men bilmam. Dada, men ishimda otman-ku. Men shu ishingda otman-ku. Lekin u qizni rostli yaxshi ko'rdigan tusam. Bo'lmaydi balam. Hozir muhabbatlashib olsang, bo'ying o'smay qoldi. Ha? Nimishqa? Chirki mashq bitana chiqib o'tma. Dada, birini bo'lsa urmal deysan-ku, sen meni yaxshi ko'rmaysan-ku. Balam, dadang seni bek yaxshi ko'rdi. Seni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, urib o'ttirib ketdi. Yaxshi ko'rgan gunohmi? Balam, rostgapni qilsam, Pochinay sening dada bir ona boshqasining bo'ldi. Ha? Ey, shu yoshli qilib bilmay qilib qo'ygan shashliq. Opa, ma dadam nima bilan jo'lyotdi? Balam, bu ishlardan mening xabarim bor. Men burilib biletdim. Ha? Ansirmay muhabbatlishi va balam. Amaliyotda sen men bilan qo'shnimiz Qadining bolasi. Ha? Sening Pochinay bilan hech qanday qandashliging yo'q. Xotirjam muhabbatlash. Laymo, yashiqlaymo. Datshidi ulaymo. Opto, bu yaxshi bo'lg'ini. Hamma ishda bir yaxshilik bor emasmi? Mening qizimni oldigan bo'lding-da, o'g'lim. Bu nima qalayim qanchalik bo'lib ketdi? To'xtangla. Bu sen Pochinay bilan muhabbatlashsang bo'lmaydi. Pochinayning dadasi Qodi sening dadang bilan bir qo'saq qarindosh. Ha? Hey, yoshliq. Bilib bilmay qilib qo'ygan shashliq. Men sening momongga yuz kelanmayman. Siz rostilla ularni bir qo'saq deb qoldingizmi? Ha, ular albatta bir qo'saq. Lekin sizning emas.